Bugun Yandex Market bo'yicha challenge'imizning 4-kuni. Ya'ni bugun tovar отгрузка qilishimiz kerak asosiy skladga temasi bo'yicha. Agar siz ham Yandex Marketda savdo qilishni xohlasangiz va nimadan boshlayotgan bilmayotgan bo'lsangiz, albatta meni kuzating. Men hamma narsani har kuni ko'rsatib boryapman. Endi hozir sizlarga qanaqa отгрузка qilish jarayonini ko'rsatib beraman. Buning uchun logistika bo'limidan поставка tovarga o'tamiz. O'tganimizdan keyin bizga mana oldindan загрузка zakaz qilganmiz. O'shani ustiga bosamiz va bizga kerak bo'ladiganga yarlik для груза мест. Buni sozdать qilamiz. Buning uchun bosganimizdan keyin bizga korobka bitta va uning bitta korobkada tovarlarimiz boradi. Hammasi sozdать qilamiz. Sajjasi qilinish jarayoni ketyapti, ya'ni bitta bizga chiqarib beradi. Bundan keyin biza kerak bo'ladigan narsa bizga akt прием передачini ham mana shu yerda fayl bo'limiga bosib, akt прием передачи ham загрузка qilib olamiz. Загрузка qildik, bo'ldi. Endi bularni распечатка qilish jarayoniga ketdik. Bizda aktimiz ham tayyor bo'ldi. Buni распечаткаga beramiz. Ya'ni ikkita ekzemplyarda bo'lishi kerak. Ikkita buni beramiz. Ikkilikka beruvdik. Yarligimiz tayyor bo'ldi. Uni ham ko'rib, skachat qilib, uni ham распечатка qilamiz. Bizga bundan bir dona kerak. Endi tovarlarimizga yarligimiz tayyor, akt прием передачamiz tayyor. Endi shtrix-kod распечатка qilamiz. Shtrix-kod распечатка qilish uchun katalogga kirib, tovar bo'limidan o'zimizning tovarimizni tanlaymiz. Bosamiz va uning shtrix-kodini распечатка qilamiz. Shu joyida belgilaydigan joyimiz распечатка qilayotganimizni bizga bu X printerda chiqish uchun для печать etiket degan bo'lim bosamiz. Agar ofis A4 siz A4 qog'ozi chiqadi. Bizga bu variant kerak va uni skachat qilamiz. Skachat qilganimizdan keyin buni X printerda распечатка qilishga beramiz. Ya'ni bizning tovarimiz soni 20 dona. 20 dona bizga shunaqa tovar shtrix-kodi kerak bo'ladi. Распечатка qilishga berdik. Shunda bizda yana kerak bo'ladigan joyimiz skladga propusк kerak. Ya'ni har bir mashinaga tovar olib borishni 2 soat oldin skladga propusк zapas qilish